eshitib ongi, ya'ni o'sha miyasi ya'ni madaniyati pasayib qolgan ekanman. Shu savolga javob bersangiz, keyin yana bitta iltimosim bor edi. Shu qo'shiqingizni juda yaxshi ko'raman. Sochlarni qarab qo'shiqni ijro etib bersangiz. Juda ham to'g'ri fikr aytdingiz. Albatta sharq g'arbdan kirib kelayotgan bizga musiqalar, o'sha jazlar, poplar, har xil nomlar bor, ularni gohida aytolmay qolamiz. Bu butun dunyo ixtirochilari masalan ko'p o'sha sinovlarni ham olib borgan. Televizion orqali ham chiqishlar bo'ldi. Mana agar korxonaga o'sha 3 ta gulni qo'yib, 3 ta gulga 3 xil musiqani berilganda, o'sha agar jaz musiqasini eshitgan o'sha xonada gul o'sha so'lib qolgan. Yoki o'sha rockni jazaga o'xshaydigan o'sha kuylarni qo'yganda hali so'li